eslab yoshlik chog'larim, ko'zdan oqar yoshlarim. Omonmisiz, bormisiz, aziz sinfdoshlarim. Avvalambor assalomu alaykum, Jahon choyxonasining aziz kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun o'zimizni mahalladan 9-maktab 90-yil ukalarimiz, singillarimiz tashrif buyurgan 20 yillik munosabati bilan. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я. И Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная, детки, знакомьтесь Юлию. И вот я словно темплитур за Юлей. Mana bugun biz Qozg'ontepa mahallasidan Jahon choyxonasiga tashrif buyurdik. 90-yil sinfdoshlar 20 yillik munosabati bilan yig'ilganmiz. Chiroyli davra bo'lib, mana Jahon choyxonasi bizni chiroyli taomlari bilan, chiroyli xizmatlari bilan kutib oldi. Sizlarni Jahon choyxonasida mana shunday tadbirlarni o'tkazishlaringizni so'rab qolamiz.